Nasiya savdosi hozir ko'payib ketgan juda ham. Ko'p holat nasiyaga olingandan keyin tadbirkorlar tomonidan uni puldan undirish masalasi muammo bo'lib turibdi. Ya'ni pullar qanaqa undiriladi, nima qilsak pul undirishimiz mumkin, osonroq yo'llari bormi? Ayrim tadbirkorlar shartnoma asosida ishlashyapti. Lekin shartnoma asosida ishlamaydiganlar ham bor. Shartnoma asosida ishlab, ertaga kim pul to'lamagan sudga berib, buni fuqarolik sudi orqali undirib, shu harakatlarni qilayotganlar ham bor. Sudga berib, fuqarolik sudi orqali bu narsani qilish mumkin. Vaqt talab qiladi. Oddiy ariza berilgandan keyin, ariza kelib tushgandan keyin uni sud tayinlanishigacha biroz vaqt ketadi. Uni ko'rishi va uni sud qarori chiqqandan keyin ijroga yetib borguncha ham, MIBga borib tushguncha ham yana vaqt talab qiladi. Hozir muammo shunda bo'ldiki, vaqtdan anaqa o'tishi mumkin. Vaqtdan o'tsa bo'ladi, buni yo'llari bor. Shartnomaga qo'shib ketish kerak bo'ladi. Bitta punktiki, ya'ni bu narsa agar nizo kelib chiqqan taqdirda sud tartibida hal qilinadi yoki bo'lmasa notarius to'g'risidagi qonunga ko'ra ijro xatlar asosida hal qilinib ketilsa, narsa oluvchi pul to'lamagan taqdirda notarius orqali, ya'ni shartnoma asosida borib, shartnoma shartlari buzilganini tushuntirib berilgandan keyin notarius bu holat bo'yicha ijro xat chiqarib beradi. Ya'ni keyin bu narsa sud orqali emas, ijro xati orqali amalga oshiriladi. Notarius ijro xati orqali MIBga beriladi va vaqtdan o'tiladi. MIB o'sha ijro xatiga ko'ra ijro qilib beradi. Ya'ni o'sha qarzdori qarzni undirish choralarini ko'rib beradi. Bu nima beradi? Tadbirkorga vaqtdan o'tish imkoniyatini beradi. Sud orqali tadbirkor 3 oy vaqt kelsa, bitta shartnoma bo'yicha, bu bo'lsa 1 oyda uzog'i bilan ijro xati MIB qo'lida bo'ladi. Shu tomondan tadbirkorlarga qulay bo'ladi. Faqatgina buni qilib ketish yo'li shartnomaga o'sha punktlarni qo'shib ketish kerak bo'ladi. Bizning firma tomonidan shartnoma tuzib berish, ularni ko'rib berish, tekshirib berish, xulosalar berish, hamma xizmatlarimiz bor. Agar sizni ham korxonangizda shartnoma bo'yicha muammolar bo'lsa, bir shartnoma ko'rib beramiz va tuzib beramiz, xulosalar beramiz. Buning uchun siz bizga direktda murojaat qiling. Biz sizga yordam beramiz.